Mukam altın, mukam gövher onun sizgelerim yantan. Assalamu aleykum. Ve aleyküm esselam. Mukam köşem onun billenip gülermiş. Vay Leyliler Ha, kınalı göçülünla. Mukamı kelsen Erkek baklanın düşü. Tamam, dostum, söz serbestler. Kuraklaydı. Ha, bekle. Onga. Enes altın bu yaken bir tamam Besip işte isillikni Uygur nakşesi yanrak Vay Uygur nakşesi yanrak Balam, muqam moğluq mıken? Moğluqken. Ben qaysi muqamda aytdim? Bilmedim. Sizce? Muqam aytishni bildigansiz. Bilmeymen. Sizce? Bilmeymen. Ah, Xudo. Ko'nglim to'limi yerim bo'lyapti. Muqamçı birodar, ko'ngillarni hargiz yerim qilmasila. Bu yerdagi san'atkor Mahmud 10-chi bo'lib ketgandan beri sizidek muqamni bundaq mo'ngluq aytadigan odamni ko'rmagan turq. Mahmud? Sizlar o Mahmud 10-chini taninglar. Tanıyman. U hozir nerede turdi? O yerda. Zarafshon bo'yida. Tag'a, rahmat sizlarga. Arzimaydi. Bolalarım. Men. Rahmat tağa. Buni ilam. Rahmat tağa. Xo'sh amsa. Xo'sh. Xo'sh amsa. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Yo'l bo'lsin. Xo'sh. Yürüla bizim evimiz gidelim. Yürüla. Şümengur! İmam Mehmetcan! İmam Mehmetcan! Yürüla bana Türk'ten teşvik getirin lan. Güliren ağası sumbuy Lani sallığa yakşı Güliren Mahmud akam öydi bağmı? Ben Kadinas dostu Ömer bulumen. Siz. Tağa, özleri dadamını izlep keldim ha. Ha. Kirsle. Rahmet sizlarga qizim. Qizim. Bayqi muqamni özleri aytdimi? Tağa, dadam öyde yo'qdi. Sizlar o'yladi o'tag'ich. Aramabdizlar.
kesler. Köpük kesler. Amin. Allahu Ekber. Mahmud aka, meni tanıdın mı? Oy. Sili ordu sazendisi Hazreti Ömür Axunğu. Ha, ben. Obdan tullumu. Allah burun ordudan haydaldık. Şundaq mı? Çay içkeş oltasla. Moş çöllükte bana hamra qılıp amanını saqandek bir perzent bəgin üçün Xudağa min şükür deymen. Çay içle. Ben şundan buyan gazel okumaydıgan boldum. Lekin hünürümün hemmisini olmaq kızımı ögettim. Kızlarım muqamni şundaq moğluq aytadi ekan. Şundaq. Xudanın iltifatı bilen kızım hazır menden işip gitti. Əfsus onun rahmetlik annesi hay mağdutligimni kızımның köngli yerim boladigan gapni dep qo'yibdi men emasmi? Ömür Axunovka özlerini bu yerga Allah yetkizdi. Mening sizga deydigan bir talabim batdi. Her qandaq talablar bolsa, manga tatinmay davasla Mahmud aka. Amanı saqan, yeliq narsani olib chiqqin. Ömür Axunovka, muqamimiz üçün, qızımның kelgisi istiqbalı üçün onu şagirdlikka qabul qilgayli. Qolganlari bo'lmadi. Bunchalik kayfiyatning nima ajiti? Sizning qizlari mening qizim emasmi? Qani quloq selinglar, balalarım. Sizlar she'r misralar orqali do'stinglarni madhlab beqinglar. Badamxon. Tal barangliq hoylada içilibdi qizil gül. Aşu gülning ustida xandan urar sho'x bulbul. Gül shoxida desak, teximi bobkanmandu. O'tiring. Siz. Ko'zi buloqdek, qish qiyoqdek, sochlari sumbul, hamma bo'lg'ayki angamatdun.
Yaxşı. Rahmat, siz. O kim? O bizning faxrimiz. San'at va fazilat babida kamolatga yetgan Aman Saxondir. Teşekkür dostlarım. Meni maqtab uçurvatdinglar. Manga aql parasat bergan ustozimga. Meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga hashqallah. Ko'z açtım bu dunyoga. Tağdın nur tökülgende. Kumlukla büşk boldi. Yulduzla muhem kökte. Kalbimdin quyosh balqib. Chaqnaydı seher peydi. Ah can dada senin mehrin. Fontandek tökülgeçke. Badamxon, to'ylan bir yangi qayda ketishibmisan. Ma'qul. Yana bir kitap qoldi. Aman Saxon, qara, av nimdo. Berib qarab baqayli. Maralken. Yaralanıptı. Assalomu alaykum qizlar. Bir maral qichib kelib qo'ylaringlarni orsiga kirib oldimi? Voy tangay. Biz bu yerda maral ko'midik. Qizchaq, yo'shirvog'iningiz bir o'maq qo'zchaqku deyman. Ko'rib baqsaq bo'lamdikin. Yo'q. Ko'rsatmayman. Ketayli. Bu merhum xonimizning she'r tekstlari.
Lağa yaxşı Nefisi sen eğer bulsan Gülen gül kadriye heyetsen Bağlahan bir Assalam Amanisa xon. Va alaykum assalom Badam xon. Mengulzar diyen güller Aragul sağlağa Allah'a yaxşı Gülen ağazı şumbuy Lani sağlağa yaxşı Ulan nemi qaravatqandı? Nereden geldi ki ne? Kimlerdi o? Xo'sh, mehmonlar. Fikirlarini nereden soraymankin? Assalomu alaykum taqa. Biz ovchidiq. Maralni qo'g'lab yurib yo'ldan ezib qoldik. Ezib qoldik? Yo'q, taqa. Biz mo'ngluq bir g'azalning jalb qilishi bilan bu yerga kelib qoldik. Shundoq. Mondaq danglar. O g'azal o'qigan dal mening qizim bo'ladi. Ha, biz tanishib qolaylik. Mening etim Mahmud. Qaqlar meni Mahmud o'tinchi deb chaqirishdi. Taqa, biz ufsab ketdik. Uylari kirib usullik ichib olsak bo'lamdikin. Albatta bo'ladi. Sizlardek aziz mehmonlar g'aribxonamga qadam tashrif qilsa, beshim ko'kka yetadi-da. Qani, marhamat. Aziz mehmonlar, oilimizdan namratchilik chiqib to'simi aybga buyurmay, kang kushada o'ltirishadi. Rahmat taqa, o'zlari mehmon do'stkanlar. Ha, qani, o'ltirsizlar, o'ltirsizlar. Amin. Xudo tansa xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Sev turiblar taqa. O'ltirsizlar. Mehmon kelsa, uyning berkit bo'ladi degan gap bor. Amanisa xon, mehmon keldi. O'ltirsizlar, o'ltirsizlar.
Mərhum xanımız nima deyirdigan g'azalkan ku. Haqiqatim adolatning ulug' hamdor niyatlab nafisa çalışlarni qilib bu panjigasini Nafis degani kimdi? Nafis. Dağa, mərhum xan alilərini mədeyləgən Nafis kim bo'ladi ekan? Aha. Nafis, qizimning taxallusi. Qizim qandaqmı başqalarning she'rini o'qisin. Nafis. Tağa, hürmetli Nafis xanım, hozirning o'zida bizga bir ko'plet she'r yozib beralami? Jigit, bu nima deganingiz? Bir o'tunchining qizi she'r yoza olamdi deb, uni ko'zga ilmayapsiz. Yo'q, tağa. Xafa bo'lmaslar. Aslida u undaq demoqchi emas. Shundoq. Dada, Ko'rib beqing Jigit. ajab qildi bu bandi meni masxara. Tikan bo'lib sanjildi pok qalbimga. Tağa, bizni kechirsizlar, ortiqcha gumonlanibdik. Kerak yo'q. Jigitlar, boya men sizlarning talabinglarni to'liq o'rladim. Endi sizlarning ikkinglardan biringlar bizga biror pad solib bermasanglar bo'lmaydi-ku deyman, ha? Beja keltiramiz. Uni tarbiyalab yetishtirganlarga rahmat. Amonniso xonning qo'liga hatto farishtani so'qib berganligi.
Yaqindan buyon xon oliylarining ko'ngli parishon. Xon oliylari bilan shikarga chiqqanda nalarga bordinglar? Nima ishlar bilan shug'ullandinglar? Hürmetli xanish. Xon oliylari asosan o'g'lidi, el için arlidi. Yanichi. Chiqib ketinglar. Qani ayting. Yana sahrodagi mashrablarga daxil bo'ldik. Yana Almisoqdan tortib bunda qoida yo'q. Agar o'sha o'tinchining qizi o'rdiga kirsa, u chaqda yakan xalqning shon va shavkatiga muxolif ish bo'ladi. Ajiba avom xalqning qizlari o'rdiga kirsa, bo'lmamdikan? Qadirxon vazirining aytganlari rost. Meningcha xon oliylari Amonisa xonni husn jamolidan deb emas. Muhimi u fazilat ham qobiliyatda kamolatga yetganligi uchun o'rdiga olib kirmoqchi bo'ladi. Qandoqli bo'lmasin? Shonu shavkatlik yakan xaqoni oddiy bir fuqaroning qiziga o'ylansa, xonligimizning nomiga yaxshi emas. Uning ustiga o'limolar ichidimi g'ulu paydo bo'ladi. Xon oliylari keldi. Bo'ldi bas. Bu nikoh ishi qayta g'ulg'ula qilinsin. Farmonim bo'yicha bajarilsin. Endi bo'ldi qizlar. Dadlarni ayab, uning ko'nglini yerim qilmaslar. Gapimni anglasizlar. Mahmud aka, xon oliylari Amonisa xonimni o'rdida g'irib sinib qolmasin deb, o'zlarini o'rdiga birga kelsin debdi. Shunga biz bilan birga o'rdiga borgan bo'lsalar. Rahmat qizim. Men sahroga ko'nib qolgan. O'rdiga ko'nmayman. Xudo, bugun men nima bo'ldim? Bugun asli xo'shol bo'lishim kerak edi. Nima uchun yosh to'kiman? Ömrahim, xon oliylariga solimimni yetkizib qo'ysizlar.
Şagirdlerinin halidan obdanra xabar alalım. Bu mu xuddi öz qizlarga o'xshash. Mobada o orada zerikib qaqdak bo'lsa, tarqilib ketgan muqomlarimizni yig'ib, ratlashiga yordam qilaylik. Mahmud aka, xotirjam bo'lsin. Amin. Amin. Xudo qizimni o'z panohingda saqlab, uning baxtini bergaysan. Allohu akbar. Shundoq bo'lsin qizim. Hurmatli Malikam. Endi mang'in. Malik Amanni Saxinim o'rdiga qadam tashrif qildi. Malik Amanni Saxinim o'rdiga qadam tashrif qildi. Malik Amanni Saxinim o'rdiga qadam tashrif qildi. Malik Amanni Saxinim o'rdiga qadam tashrif qildi.
Amin. Yaratgan egem. Periştide kızımni öz panahingda saklagaysan. Xan alileri, baxtan berkat özlerge yar boğay. Rahmat sizlarga, aytqanlardek bo'lsin. Mahmud akam xan alilerga rahmetini bildirip ordaga kilenmeydiganlığı üçün özür halık aytdi. Bu gapchi u bundan keyinmi ordaga kelinmaydi ekanda. Malik amanın sahinim kichigidin tatipla dadisidan ayrılıp bakmagan. Assalamu alaikum. Hörmetlik Janabı Vezir Asam. Özlerinin bundaq sağlam tuğallıqlarını görüp intayın xursam buldum. Rahmat. Özlerinin qaytadan ordaga kirib, xan alilerinin xizmetide bolganlarını mübarekleymen. Mana əmdi ordada sənət görürümüz bolğan muqam köylərini yəni ağlaydı kemizdə. Degenler kəsin hörmetli Qıdırxa ustaz. Şu məqsəd üçün tırışman. Qaranglar, o ayni yili ordadan qoğlanğan hilqi sazendi o. O nemi deb yana kelgandu? O'ttonchi. Sazen deydigan nimalar? Bugungi kunda ordaning aziz mehmonlarga aylanib qelyapti-da. Qiziq ish. Xuda, periştide kızımni öz panahingda saklagaysan. Malikem, bayqı dastanni şundaq muğluq etdiniz. Dadınız bilen yurtunuzni sevgingan oqşmamsiz. Ordaga kirganingizga bir qancha yil bo'lib qoldi. Yurtingizga berib, tuqqanlaringizni yo'qlab kelsangiz bo'ladi. Yo'l yiroq. Onun ustiga alilerdan ayrılgım yok. Mening muğu sizden birdenmi ayrılgım yok. Siz muzika bilen muqamga to'liq herismankansiz. Men talabingizga qo'shilib, yakan xonlig'imizda muqamni yig'ib ratlashingizni qo'llayman. Rahmat alilerga. Halayık! Yerken Hakani şunu cakalaydı ki bugünden başlap xalqimiz teveside muqam yığılıp reddinidu. Fuqralarning orasida solchilib muqam italaydiganlar tezden ordaga kirib mahoratini ko'rsatsin.
Xanish aliler keldi. Merhamet. Çayga basla. Malikam, japa chekyapsiz. Her kuni avam xalqlar bilan uchrashib turayotganingizni ko'rib, ham nasabingizni o'ylab, xotirjam bo'lolmay, sizdan ansirab turayotman. Kuyinganlarga rahmat. Ham yana butkul el yurtni qo'zg'ab, muqam haqida jar silinsa, Dana xan aliylarning sha'nu shavkatiga nuqson yetib qolishidan ansirab turayotman. Malika singlim, siz ichimizda hammadan aqlliq, eng ziyrak. Bizdek xonishlarning nimani qilib, nimani qilmasligimiz kerakligini obdan bilasiz. O'ltiring. Anglasam, muqam yiqili sahralarga o'zingiz baxtidaksiz. Amanisa xon, xon alilari sizning o'rnidan chiqib, xalq orasiga birishtirib qo'shilib obdan qildi. Buning uchun xon alilariga ko'p rahmat aytsak bo'ladi. Uzundan buyanqi orzuyim shu edi. Biroq ustoz, bu menga rost emasdek tuyulyotdi. Ya qizim, bundoq o'ylamaslar. Buning hammasi rost ish.
Dadam tenha kaldı. Al günü qandaqkin. O işlarni ko'p o'ylab ketmisizlar. Mahmud akam xushchaqchaq odam. Hargizmi g'iribsinib qolmaydi. Təsəlli bəgəllərə rəhmət, ustaz. Hoca Muhammed İhsan Hazretleri geldi. Amin. Amin. Allah tellerini aman, devletlerini ziyade kılgay. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rahmet. Oltirayli. Xan alileri, özlerine ma'lum qiladigan muhim ish batdi. Ey Sıla. Ulug' xan alileri, xabarlari bormikin? Xandonligimiz tavalligidik fuqarolarning dod faryodi kun sari kuchaymoqda. Faqir ixlosman sodiq murt bo'lganligim uchun ularning dod faryodiga parvo qilmay turolmadim. Xan alileri. Bazı adamlar şeriat nizamlarını ayak astı qılıvatıdı. Kimler? Hürmetlik alileri. Sazende Ömer'nin muqamını rətləş təşəbbüsü inşallarımızın dini nizamıqı muhalif iş. Hürmetlik xan alileri. Faqir şeriat nizamlarını qoğdaşqı məsul. Bu işte alilerden rənciyatqan yerimiz yok. Fakat Ömer'nin şeriat nizamlarına xilaf işlerdilla qattiq narazı bo'lyapmiz. Sizlarning Ömer ustozning o'ltirilganligidan xabaringlar bormi yo'q? Hürmetli xan alileri, Sazende Ömer'nin ölümüden bizmi qattiq qayg'uryapmiz. Merhumning yatqa yeri cennet bo'lg'ay. Yani deydigan başqa gaplar bormi? Dana alileri, hozir fuqarolarning dod faryodi palak etib pug'on chekishmoqda. Faqir Mansurning to'polon ko'tirishini mush ishqi munosabatlikmikin deb qarayman. Ularning to'polonini o'zim tinjitaman. Sizlarga ijozat. Malikam, Ömer ustozning ishini hozir tilg'amay turayli. Mansur to'polon ko'tadi. Ba'zilar to'polondan foydalanib qasddan chatoq chiqaryotdi. Men to'polonni tinjitib, o'rniga qaytib kelgicha muqomni yig'ib ratlash ishini
vaqtincha to'xtatib turing. Alileri. Kechirsizlar. Ömer ustozning o'limi ham muqammiratlash ishining to'plan bilan ne munosabati borligini bilmayapman. Bu ish sal murakkab. Keyin bir narsa deyishamiz. Aman Nisaxon. Siz meni do'st bilan dushmanni ayrimidi deb ayblayapsiz qandaq? Bo'ldi. Bu qatimqi to'plangni qandaq tinchitishda ko'nglimda son bor. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Adolat iniganam o'rniga kelib sizga hamroh bo'ladi. O'zingizni ko'proq asrang. Ömer ustozning ishini hozircha tilga olmay turay. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Allahu akbar. Mübarek olsun. Bu hepimiz onlar vakti geldi. Tasqallanım moğla. Hayırlar çok olğan deyit oldu da. Ayemlerin mübarek olsun Xaniş Aliler. Ayemlerin mübarek olsun. Xaniş Alileri. Ayemlerin mübarek olsun. Rahmet. Aman sakın Şunu deyme. Aman sahinim, bugün ecep kemmepti abi. Şunu deyme. Belkim o muqam bayramını ötküzüşünü kütüp oltağandı. Rastila.
Mijazlar o'zgarib qelyapti. O'rin tutib yetib qolganlardan xon olilar xabar topsa, qattiq ansirab ketadi. Xon olilari o'zunda qaytib keladi. Buldi Şam hemra mağa derdimge derman bulup esledim sultanımni ah urup hasret çekip muqam üçün ötküzdüm keçilerni uykusuz ah nefisi. Xon olilarning keldigan vaqt bo'lib qoldi. To'xtanglar. Bizni kirgizib o'ting. Biz Malika Amannisaxonni yo'qlab kelgan to'q. Biz kichigimizda billa o'ynab cho'ng o'g'an. Bizni kirgizib o'ting. Yo'q. Yodikor xonishning farmoni bor. Har qanday odamning kirishiga qat'iy bo'lmaydi. Meni chaqiryapti. Amannisaxon! Badamxonning ovozi. Chapsan ular boshlab kirsizlar. Qizim, qo'zg'almay yeting. Men chiqib qarab baqay, ha? To'liq vaqirashmay, bu yerdan tez ketinglar. Ular Malikamning tuqqanlari, kirgizib o'tinglar. Ular belidagi qorliqni yeshiversin, ondan kirgizib o'taman. Yo'q, o'lib ketgan qarindishimizga qorliq tutsak bo'lmamdi ekan. Shundoq. Belanglardigini yeshitinglar bolalarım. Bo'lmasa, orada kiramaysizlar. Badamxon. Yenimga kelinglar. Amannisaxon. 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 Badamxon. Rahmat. Meni yo'qlab kelganinglarga tashakkur.
Sizlarni qo'ymi sekindim. Badamxon. Nimishga yig'laysizlar? Rahmat. Nimishga yig'laysizlar? Biz kichik emas. Dadam tinchlikmi? Mahmud ham Mahmud tog'am qazo topdi. Amansaxon. Amansaxon, qizim. Vazir, sizlarning fikrlarini anglab baxmoqchiman. Xonish oliylari. Malik xonim kichikdilla dadasiga vafodor cho'ng bo'lgan ekan. Shuni u yurtiga berib, dadasining tuproq qo'shini yo'qlab kelsinmikin? Eshon hazratlari, o'zlar nim deylikin? Hürmetli xonish oliylari, faqirning qarashicha janobi xon oliylari hozir o'rnida yo'q. Uning ustiga bu oddiy ish emas. Shunga yanimi obdaroq o'yinlab baqsaq bo'larmikin? Xonish oliylari, hozir Malik xonimning kesili eg'ir. Biz Malik xonimning salomatligini asırışımız lazım. Şoňa musobat işini dep uni yurtiga yo'lga silish hech qaysimizning haddi emas. Bo'ladi emisi. Qarliq tutib kelgan. Ikki sahroliq o'rdadan qo'g'lab chiqarilsin. Amansaxon. Amansaxon. Badamxon. Qaytib ketinglar. Mendan g'am qilmanglar. Ularni ustib qo'ysizlar. Ularni ustib qo'ysizlar. Amansaxon. Amansaxon. Badamxon. Qaytib beribdi. Dadamning tuproq beshig'i chiqibdi. Mening o'rnimda xatmi Qur'on qilib qo'yinglar. Xatmi Qur'on. Ma'qul, amansaxon. Ma'qul. Uxtam. Kızım. Nim bolla?
Qızım, sizlarga men o'qib berayman. Xan alilari hozir nerede? Qaytamla, xo'sh emsi. Dada, siz hozir qayerda? Ömer ustoz, muqam. Kızım, bo'ldi o'ylanmışlar. Muqamlarımı rətlenib bo'ldi-ku. Yo'q, texi.